bo'lgan darsimiz obyektga yuzlangan programma yetishishga muhim bir mazmun extendisni biz oldin qilib yoniga masalan 3 alaylıkı var yine birisi fungon degan fungon degan ikkinchisi bo'lsa jitron degan üçüncüsü anaki dota degan Amma fungon deganda bu oldin qitim yo'q. Ma'lum birlar public qila oladi, private qila oladi. Ular o'z ichiga boshqalar ko'rsatadigan, ko'rsatmaydigan degandek belgilarni beradi degan. Şu fungon degan chog'da hamda oldingi soatda biz degandek bu ma'lum bir narsalarni masalan boshqalar ko'ramisin deb shundoq o'z ichiga evitida ko'pchilik ko'ra oladigan, faqat o'zlari ko'ra oladigan, oildikisi ko'ra oladigan degandek oldingi soat so'zlar. Men jitron degani bu dada bolalik munosabati bilan so'zlagan buni bugun so'zlaydiganimiz shu jitron deganimiz bugun so'zlaydiganimiz şu mezmunu extendis degan. Java'da ham buni extendis deb olamiz. Extendis degan shu so'z bilan shu turaqli so'z bilan ifodalaymiz, Hamda bu jitron deganimiz nima desanlar bu masalan oldingi soatda dedim, masalan dada tipnikini bola tiplari ko'ralaydi, ishlatalaydi yoki shunaqa varis qildi. Endi buni qanday ifodalaymiz? Oldin bilan bir tipdan birini qo'llayapti. Tipni oldin qilib so'zlab ketgan, so'zlaymiz. Create new ning ichidan class degan tanlaymiz. Classni tanlab, endi keyin shayga tipning ismini yozamiz. Masalan car deyman. Butkul mashinalarnikini tipini olaman. Mashinalarnikini tipini olaman. Mana keyin oldingi soatda ham tipniki masalan xoslik degani, tipniki xoslik degan. Men bunaqa ham bir qancha xoslik yozay. Masalan names bo'lsin, private string types bo'lsin, private string country burada Uyg'urcha yozilib bo'ldi. Davlati deb qo'yaman, mana davlati. Qaysi davlatdan chiqqani private string yili deb qo'yay, qaysi yili chiqqan. Mana shunga o'xshash. Hozir men shu 4 xoslikni quray, 4 xoslikni qurib buni qanday o'qiydigan shunisini belgilayotgan ekan. Qaraydigan bo'lsak, mana bu endi car deganimiz masalan 4 xoslik bir tipga, 4 xoslik bir tipga. Bunga endi biz ism qo'yib qo'ysak, barliq mashinalarning o'rtaq tipi deb bunday ism qo'yib qo'ydim. Mana tipga masalan agarda bizni sirtda biz boshqalar ko'rsatmoqchi bo'lib qolsa qanday qilamiz deganda unda chekib turib niyaga qo'yib qaranglar. Mana barliq mashinalarning o'rtaq tipi deganda men ko'chirib nechaplayotgan ekan bizdan ko'rinadi sirtda shuniki tush. Mana laqa oldin qitimi degan zot degan zot chiqdi. Hamda bu car deganimiz biz hozir barliq mashinalarniki shu hammasida bo'lishga tegishli. Shu masalan ismi mashina tipi masalan cho'ng tipmi, o'tir tipmi, kichik tipmi deganiga, keyin ishlatgan davlatda chiqqan yil soni deganiga, bunga o'xshash bir barliq mashinani bir sifatga desak, masalan hamda biz bu yerda bo'lsa mashinadan birini qurilish, masalan new car deb mana mashina birini qurdim, niyada obyektivni birini oldim. Mana degan bunaqa men endi bir xosliklarni berayotay. Ismi masalan
Passat bo'lsin, Passat bo'lsin mesela. Aniki buniki mesela set 4'te mesela görmen bo'lsin. Bu to'g'ri qadam qildim. Görmen bo'lsin, görmen. Andiken buniki Type-C mesela küçük tiplik olsun. Lekin buniki mesela jilnamcha mesela 2000 yili bo'lsin, 2000 yili. Hozir qaraydigan bo'lsak, hamda ma'lum bir mashinani qurib, biz buningga 4 qasliqni berdik, 4 qasliqni berdik. Endi buni biz oldin soat tuganganda to'string funksiyasini biz yozamiz. Generate toString deb turibmiz. toString funksiyasini biz yozib, fayl ismi 4-qirpa qilib, fayl ismi 4-qirpa qilib, toString funksiyasi orqali fayl 4-qirpa qilib. Endi kichik kod toString chiqirpa qilamiz. Buni ijro qilgan bo'lsak, buni mashinadan ham bir chiqdi. Mesela 4 qasliq bor, mashina ismi Passat bo'lgan. Endi buni o'xshash bu mashina bir bo'lsin. Mashina bir bo'lsin. Mashina bir bo'lsin. Endi men buni yana ko'chirib, mashina 2 deb yana buni ko'chirib olaman. Bunga men endi Audi deb qo'yaylik, Audi deb mana shikma mesela 5-yil deb qo'yaylik. Bu kichik tipli bo'lsin. Endi buni chiqarib taqlaylik. Buni chiqarsak o'xshash chiqdi. Mesela shu mesela mashin 1 bilan mashin 2 ayrim o'ziniki xasliqlarni bizga chiqarib beradi, Endi biz bunda bir ehtimolliklar yo'l qo'yishimiz mumkin. Ba'zi bir alayda tiplik mashinalar mushu shartlarni olgandan boshqa yana balkim bir qator masalan bir qator alayda mesela qo'shpaychiga aloqalaymiz yoki bo'lsa boshqa mashinalar yo'q bo'lgan bir alaydaliklar bor deylik, masalan shunda deb tursak masalan boshqa mashinalarda yo'q bo'lgan bir alaydalikni birini desak masalan masalan chaqi deb qo'yaylik, chaqi deb. Shunda mashinada bizga kerak bo'lib qoldi. Mesela ayrim bir tiplik mashina kerak bo'lib qoldi bizga, ayrim bir tip. Lekin mush to'rtinisini olgan, shu mashinada bo'lishga mashina avamo. Lekin ba'zi xususiyatlari o'xshamaydi. Mushundaq ahvollarda ham shu mashinaniki ham xususiyatini olgan, lekin ham o'zining ayrim bir xususiyatlari bo'lgan ahvollarga yo'l qo'yishimiz mumkin. Mushundaq ahvolda biz endi jichon degani varis qilishni ishlatamiz. Bunday varis qilishni ham deyapmiz. Qanda varis qilish deganimiz masalan bizniki yangi mashinamiz, yangi tipdagi mashinamiz, biroq koni demaymiz buni. Aslidagi mashinaniki ba'zi xaslaqlarni olgan, %100. Aslidagi mashinaniki ba'zi xaslaqlarni olgan. Ham o'zida ayrim bir xaslaqlar bor bo'lgan. Hem bizde ayrım bir xaslıqlı bağlan bir maşina değil, Mesela bundal değil bu da. Mesela ma 4 xaslık. Mesela ma 4 xaslık. Maşindan ba, aeroplandan ba, mesela poyezddan ba deyli, Bunda olsa bunu o'zgartirib, bunu kar demeye, bunda olsa yangidan bunu quraya. Mesela asosiy xaslıklar deb birini quraya, bir qurib, ama shunda tipdan birini qurdim, yangidan bir asosiy xaslıklar deb bu barliq, mesela bu nimani bildirib o'tsak, mesela barliq motorluq qatnash vositalarining asosliq
asosliq alohidliklari deb qo'yadi, xosliklari deb qo'yadi. Xosliklari. Masalan, bunda bunida mana 4 xoslik bo'ladi, aniqlama 4 xoslik bo'ladi. Masalan, buniki nam bo'ladi, typesi bo'ladi, dölt bo'ladi, jili bo'ladi. Undan boshqa buniki hamda yana boshqa chaqsani bo'ladi deb qo'yadi. Masalan, chaqsani deb qo'yadi. Chaqsani nima? Int bilan ifodaladi. Undan boshqa yana nima bo'ladi? Sayni buniki hamda bahasi bo'ladi. Bahasini nima? Float bilan ifodaladi. Price dedi, price. Bahasini nima? Float bilan ifodaladi. Hamda bu xosliklarga men sizga ketib quriydi. Qurayotgandan ana kim bo'lmagani men to'sishni qilib qo'yaman. To'sishni qilib qo'yaman. Hamda ma'ni o'chiraydi men. Ma'ni o'chiraydi. Hamda ma'lum bir mashina deylik, mashina bo'lsa, unda olsa bu shu motorli qatnashlarda bo'lgan, bayatma extended deb oldim, extended asosliq masalan xosliklarni o'z ichiga oladi, asosli xosliklarni o'z ichiga. Undan boshqa buniki masalan undan boshqa buniki o'z oldiga masalan xoslik bo'ldi. Masalan, eshik int eshik sani deb qo'yadi. Eshik sani masalan. Eshik sani undan boshqa private int masalan chaqsani deb qo'yadi. Chaqsani deb qo'yadi. Andan boshqa int private int masalan string motor memory deb qo'yadi. Motor memory deb qo'yadi. Shunga o'xshash bir xosliklar bo'ldi deb turlar masalan. Ba'zan bu xosliklarga izitaymandan keyin buni to'sishni chiqaradi. Hamda men menga qaraydigan bo'lsak, qaytib kelib menga qaraydigan bo'lsak, biz amaliyotda carda masalan set name degan masalan name degan funksiyasi amaliyotda carning ichiga qaraydigan bo'lsak, masalan name degan funksiyasi yo'q-da bunda. Shu 3 tanlar xoslik quvvatga qaraydigan bo'lsak, birsiga eshik soni, chaq soni, motor. Bunda name degan xoslik nereden keldi desak, buning dadisidan keldi. Bu varisliqqa asosli xosliklar deganda keldi. Qarayib oladigan bo'lsak, biz menga yezibga uyg'urcha chiqibdi. Mana qarayib barliq motorli qatnash vositalarining asosli xosliklari deb mana. Mujnonga jijon qilgan, musho extended mujnonga varislik qilgachqa, mushnonda masalan asosli xosliklarda barliq xosliklarni kar o'z ichiga olaydi degan so'z. Kar o'z ichiga undan boshqa yana kar o'zining xosliklarini mana masalan chiqara oladi. Masalan, set deb yozadigan bo'lsak, mana qaraydigan bo'lsak, men asosli xosliklarni masalan ko'k belgilar bilan ifodalayman. Ama dölte degani asosli xoslikda. Undan boshqa mana name degani mana qaraydigan bo'lsak, nereden kelganligi menga chiqib turdi ekan, mana kendiksi mana qaysi tipdan kelganligi, mana qaysi tipdan kelganligi. Masalan, men qizil bo'yab qo'yganlarimni keyinga qaraydigan bo'lsak, hammasi karni ko'rsatib turdi. Ma'vo masalan ko'k bo'yab qo'yganlarimni qaraydigan bo'lsak, hammasi asosli xosliklar deganni ko'rsatdi. Demak, mavtib kar shu asosli xosliklarga varis qilgandan kelgan, ma'vo xoslik bo'lsa, kar asosli xosliklar degan tipga varis qilgandan kelgan. Bunda bo'lsa biz nega to'sishni deb chiqarib qo'yamiz, to'sishni deb chiqarib. Qaraydigan bo'lsak, to'sishni qilgan bo'lsak, bu o'zining xosliklarini chiqarib qo'yadi, o'zining xosliklarini chiqarib qo'yadi. Endi biz mesela bununki endi olsa, bununki mesela ben dadisidagi to'sishni qanday qilaman mesela, men mega kardagi to'sishni o'chirayman, mega kardagi to'sishni o'chirib, kar bir to'sishni deb biz qaraydigan bo'lsak, bunda to'sishga olib boradigan bo'lsak, men chiqarib boqaman. Chiqarib boqadigan bo'lsa, bayatda men karga to'sishni yozib qo'ygan holda
qarasak shu 3 narsa chiqqanda, 3 narsa chiqqanda. Endi men kardik to'stirni o'chirayotgandan keyin qaraydigan bo'lsak, bu asosiy xavfsizliklar degandiki, miyadagi matostirni deyapti, matostirni deyapti. Demak, bundan qaraydigan bo'lsak, nima degan mazmun chiqadi desak, qaranglar. Bu agarda ma'lum bir masalan bolasidimi bor, masalan dadisidimi bor, ma'lum bir xavfsizlik dadisidimi bor. Bu bolasidimi bo'lgan bo'lsa, masalan, mana o'xshash matostirni ma'lum bir yoki harakat yoki xavfsizlik dadisidimi bor yoki bolasidimi bo'lgan bo'lsa, unda olsa biz masalan bolasini biz ash harakatni masalan biz ishlatgan chog'da unda olsa demak bu bolasidagi harakatni asos qildi. Bolasidagi harakatni oldin o'ylashdi bu. Demak bu nonda nima chiqib o'tsa, biz amaliyotda matostirni degani bolasidimi bor, dadisidan bor, bu dadisidan bor. Balasidan bor, dadisidan bo'lgan chog'da masalan bolasidikisini ishlatadi degan so'z. Agarda masalan bolasida yo'qolib qolsa, u chog'da masalan musharkat yoki dadisidan kelgan bo'lishi mumkin degan so'z. Dadisidan kelgan bo'lishi mumkin degan so'z. Millətdə malana hamısını oldingi soatda biz harakat deb tushundik, hamda funksiyalarni hammasini harakat deb tushundik, mas'uliyatlarni hammasini harakat deb tushundik. Extendisniki hamda eng oddiy holatimiş, eng oddiy holatimiş. Hamda bundami birinchi mazmun, bu so'zlaydigan birinchi mazmun. Extendis masalan karga masalan buningdagi yana anandagi bir qancha tip hammasiga bulamda samamiyagan bo'lsa aeroplan deb qo'yiladi. Buningga men o'xshashlar masalan motorli bu aeroplanmi motorli qatnashyapti. Men bo'lsa asosli xavfsizliklar deganini buningga men mesela varis qilsaya motorli qatnashyapti. Unda bo'lsa menga aeroplan Airbus Ndasa bunog'imni chekib turib qo'yay. Qaraydigan bo'lsak, bu aeroplanning masalan motorli qatnash vositasida barliq xavfsizliklari chiqdi degan so'z. Mana motorli qatnash vositalarida barliq xavfsizliklari chiqdi degan so'z. Aeroplanning o'zining hech qanday masalan shaxsiy xavfsizligi yo'q-da, aeroplanning hech qanday shaxsiy xavfsizligi yo'q-da o'zininki. Bu hamda so'zlaydigan birinchi mazmun, bu extendisni masalan qanday ishlatish roli bor degan bu birinchi mazmun. Bu extendisniki masalan hozirgi misolda ko'rgansak, masalan barliq motorli qatnash vositalarida barliq xavfsizliklarni biz asosiy xavfsizliklar deb ilib oldik, ma'lum bir tipga ilib oldik. Undan keyin men bu yerga qaraydigan bo'lsam, aeroplan bilan car, mashina deb mashina deb o'zgartirdik, uyg'urcha mashina. Mashina deb ikki tal tip quroldi, ikki tal tip quroldi. Demak, bularning hammasi ham motorli qatnash vositasida, mayli aeroplan bo'lsin, mayli mashina bo'lsin va yoki mayli keyinda poyezd deb quraylar, hammasi motorli qatnash vositasida. Bularga ham men motorli qatnash vositasidagi masalan barliq xavfsizliklarni olib kirmoqchi. Unda bo'lsa qanday qilamiz desak, asosiy xavfsizliklarni mushlarga varis qilsaqli bo'ldi. Mashina bilan masalan aeroplan motorli qatnash vositalariki barliq xavfsizliklarni varis qilgandan sirt o'zida yana ayrim masalan xavfsizliklarni qilsaq bo'ldi. Ayrim xavfsizliklarni bor bo'lishi mumkin degandek. Bu hamda shu extendis ya'ni jichon ya'ni varis qilishniki eng oddiy ishlatish usuli bu. Yo'q qaraylar bilandansa hammamiz birlashtirib. Hozir endi masalan bizga bunda bir tur keldi deylik, masalan bunda bir turni qilmoqchi biza. Biz barliq shu masalan dehqonchilik munosabatlik masalan ma'lum bir tur qilmoqchi biz. Dehqonchilik munosabatlik ma'lum bir tur qilganda masalan har qaysi rayonlarniki masalan o'zlariniki masalan barliq rayonda o'stirgili bo'lgan ziraatlarni turlarga bo'lib shuni kirgizmoqchi deylik biz ambarga kirgizmoqchi. Shuni orqali qanday biz yillik xullas qilamiz. Shu orqali har qaysi rayonlardagi masalan ochlik miqdorlarini qilamiz. Unda esa biz bundan qaragansak har qaysi dehqonchilik bo'lgan ekan
buniki türü hemen köpek bizim. Daha sonra biz bulanı aldığından türü bir bölü aldı değil, bizimki tür başkurgucumuzda. Ama şimdi da türler bölüdü. Kinanınki muş türler arqılab biz uçur tapşırımız dedi. Bundan biz programda mıjni qanday hal qilamiz endi? Programda mı qanday hal qilamiz? Daha siz bir mesela sizler bilen biz ma'lum bir tür başkurguchi olsak, qanday boshqalar qanday qulaylik yaptıklarımız yoki keyingi mesela mush kodni qanday qilib yaxshi kontrol qila oladigan darajada loyihalaymiz. Bundan olsa mesela men qanday qiladim desam, mesela agar mana bo'lib qolgan bo'lsa, undan olsa men cho'ng bir tur oladim, ziroat deb bir tur oladim. Anaki bu bundan kichik, anandiki yana bir mesela dalliq ziroat, andiki miyaga mesela mevchiva, miyaga seyköktat deb shu cho'ng tur oladim. Mani bundan tuzayım. Naldı bilen çoğun ziraat da bir tur alattım. Andayken ziraat mesela barlıq mesela bağ deysek mesela andayken memleye mesela dallık ziraat deb. Andayken meyge andayken mevchiva deb alattım. Andayken yana meyge Seyköktat deb alattım. Aniki bulan hammasi qanday qildi desang, mushu ziraatni mesela ziraatdan kelgan, ziraatni o'ziga varis qilgan. Demak, ziraatniki ballari. Endi men birinchisi dalliq ziraat yana o'z ichida mesela ikki bo'lindi desak, mesela mayliq dalliq ziraat, ile maysiz dalliq ziraatlar deb ikki bo'lindi desak, bu qanday qilib kelgan desanglar, bu mushu ziraat deganni o'ziga bizlarni varis qilib kelgan. Dalliq ziraat deganni o'ziga varis qilib kelgan. Aniki mana ikkinchisi mesela mevchivda mesela mevchiniki qanday bo'ldi desak, mesela qolgancha bir narsa deb tursak, mesela mevchivda daraxt o'sadigan bilan mesela yerda o'sadigan deb ikki bo'laylik. Yerda o'sadigan mesela tavus qo'ygan deganimiz yerda o'sadigan, shaptol olma deganimiz daraxt o'sadigan bilan yerda o'sadigan deylik. Andiki mal seyköktat deganda nima o'xshashi? Seyköktat deganda nima? Ma'lum bir ikki xil zo'lab topilgan bo'lib, uni ma'lum bir turini qo'shsak mesela. Bunga ma'lum bir turini qo'shilsa, mesela buni ikki turi bor deb turlar, mesela buni ikki turi bor deb turlar. Endi qaraydigan bo'lsak, mesela qaraydigan bo'lsak, eng oxirdagi mesela eng oxirdagi kichiklari, demak mushu o'zniki dadisi, bo'g'isi hammasini oldi degan so'z. Hammasiniki xosligini mushu o'tinib berishga bo'lgan xosliklari oldingi soatda biz private, public, protect, default deganlarni so'zlagan. Şunu orqali o'tinib berishga ham mush xosliklar ko'rishga bo'lgan xosliklarni o'z ichiga oldi degan so'z, ham kichiklari. Biz ma'ni olalamdi degan so'z, ma'ni ololmaydi, ma'ni ololmaydi. Lekin ma'ni ololaydi. Bolasi dadisini ololaydi, dadisi bolasini ololmaydi. Endi mushu bo'yicha biz bir ma'lum bir qurpa qilaymiz, tip qurpa qilaymiz. Endi men buni ayrim bir package deb nega ziraat deb qo'yay, ziraat turlar deb qo'yay. Mana qaraylar, mana qaraylar. Endi men miyaga ziraat turlar deb ma'lum bir package buni qurib oldim, Endi bunga men lekin bishida ziraat deb qo'yay,
ziraat depirini kuraya. Bu en çok ziraat türleri bu ne? Bunda da nimeler buldu desenler mesela private string names bulsun, names bulsun. Names bulsun. Andayken yana birisiga neyken hemen yana birisiga mesela bayatdan dedik mana danliq ziraat deb qo'ygan, danliq ziraat deb qo'ygan. Hamda danliq ziraat nimani extend qildi desak, masalan danliq ziraat bo'lsa ziraatni extend qildi bu. Ziraatni extend qildi. Endi buniki qanday xasligi bo'ldi desak, masalan buniki qanday xasligi bo'ldi desak, private string mesela buna qanday xasligi bo'ldi desak, bu yerga men private string qanday xasligi bo'ldi desak, buniki danliq ziraatlarniki qanday xasligi qanday xasligi bo'ldi valla. Dan sorti de ya, dan sorti de ya. Bu hem de dan sorti bu ne danliq ziraatniki. Bayat men dedim hem de danliq ziraatning yana birisi maylik danliq ziraat bilan mesela maysiz danliq ziraat deb ikki bo'lma dedim ya. Maysiz. Bularni hammasi hamda bu ikkisi qaysini jichon qildi degan chog'da bayatki rasm bo'yicha masalan bu ikkisi hamda danliq ziraatlarni jichon qildi. Hargiz ziraatni jichon qilmaydi. Chunki bu danliq ziraatniki xasligi kerak. Danliq ziraatniki bunun da hem de mesela mayliq tarkibi de ya mana endi maniki mayliq danliq ziraat bo'lgandan buniki hem de private string may tarkibi de Mava maysiz bo'lsa buniki ham olsa men suv tarkibi deb qo'yay. Yoki bo'lmasa private string maysiz danliq ziraat deganlar buğday kirdi ғой mesela. Kipek kipek terkibi deb qo'yaymi desa bunaqa. Qaraydigan bo'lsak hozir men ziraat deb ham cho'ng ziraat turlarini qo'yib oldim. Ziraat deb. Undosa ma'noga men undosa men bu hozir danliq ziraat cho'ng turi. Mava danliq ziraat cho'ng turi. Mava bo'lsa danliq ziraatning ichidagi mayliq danliq ziraati mayliq danliq ziraati mava hamda danliq ziraatning ichidagi maysiz danliq ziraati endi ma'no qaraydigan bo'lsak, ziraat qaranglar, ziraat danliq ziraat deganimiz qaranglar, danliq ziraat deganimiz bu ziraatning bolasi. Mashkisi bo'lsa danliq ziraatning bolasi. Demek oğlumuz hem de bayan torda yollanan sahtaşlarını dersi yolluğunu ködüme. Ulan mal üçüncüsü kelgen çağda bula hatalı şüphe üçüncüsü.
Hazır manada mesela ziraatninki barliq xususiyatlarini ma'vo mayliq, maysiz dalliq ziraat degan eng kichik deb o'z ichiga oladi. Demak, ma'vo bo'g'isi qarang, ma'vo bir deb qo'ygan bo'g'isi, ikki deb qo'ygan dadisi, uch deb qo'ygan bo'g'isiga nisbatan nevrisi, dadisiga nisbatan bolasi, ma'vo. Mushunda shaklda jichon qildik. Unda olsa mega men. Hamda ikkinchisi mesela mevchive dedim hemen. Ya ikkinchisi nima dedim? İsimli qolgan bo'yicha desam sayko'ktat ya. Sayko'ktat. Nima? Sayko'ktat deb men birini qura olay. Bu endi nimani o'ziga oldi desanglar, bu ziraatni o'ziga oldi. Bu millatda bir ziraat bu. Bu ziraatni herkes bu dalliq ziraatni o'ziga oldi. Demak, ma sayko'ktat deganimiz ma ziraatning bolasi. Dalliq ziraat bilan o'xshash bir o'rinda, o'xshash bir darajada. İkisi mesela bir dadından balları degan so'z, bir ikkisi bir dadından balları degan so'z, ma ikkisi. Ama sayko'ktatga bir xoslik qo'ylashqash turolma bo'ldi. Sayko'ktatga bir xoslik qo'ylashqash turolma. Ana cevap veren nimi jichon qildim ama? Sayni jichon qildi, bu sayni jichon qildi. Herkes ziraatni jichon qilmaydi. O'xshash usul bilan ma'vo mevelik sayko'ktat deganimiz bilan masalan yo'pirmoq sayko'ktat degan ikkalasi sayni jichon qildi. Buniki hamda o'zniki masalan yo'pirmoqniki masalan yo'pirmoq sayko'ktatniki balkim o'ziga tushliq masalan right string cho'ngliq darajasida yoki bo'lmasa nima deymiz bunaqa shaklida bunaqa shaklida yo'pirmoq sayko'ktatniki shaklida. Bundan so'ng men mevelik sayko'ktatniki posteda bundan poste barmi yo'qda bundan so'ng bunaqa men bolni olay, bolni rasyolgan tutma olay, bundan so'ng rasyolgan tutma olay. Hamda men qurib bo'ldim, bularni qurib bo'ldim. Hammasiga hamda men hammasiga men izida hammasi qurib bo'ldim, hozir hammasini qurib bo'ldim. Ziraat deganda shu ma'lum tuvandiklarniki hammasini bo'g'isi, men bir qo'yib tushuntiraydi hozir bolaga. Ziraat degani mashina ichida eng cho'ng turi, eng dadil turi, eng bo'g'it turi desak bo'ldi. Hamda bundan boshqa qaraydigansak, ma'vo yo'pirmoqlik sayko'ktat, mevelik sayko'ktat, mayliq ziraat, danliq ziraat, ma'lum to'ti nevrisi. Maşkisi bir dadınınki, maşkisi bir dadınınki. Hem de bunun içinde ma'vo dalliq ziraat bilan sayko'ktat degani ma'voninki bolasi, bu ikkisi o'xshash darajada. Hamda mushuni bo'lsa olgan barliq xosliklarni nevri bala dada hammasi olalaydi degan so'z. Nevri bala dada hammasi olalaydi degan so'z.
Hamda buni amaliy turda qanday ishlatamiz? Amaliy turda qanday ishlatamiz masalan? Men unda olsa mesela men mesela ma'lum bir turniki mesela ma'lum bir turniki Bana mesela Seykük'te turniki başqurish vazifasi berildi deylik. Mesela Seykük'te turniki vazifasi başqurish vazifasi berildi. Undan sonra bana aldı bilen tur başqurg'uchi mana barliq tiplarni mana ko'rsatib qo'ydi. Barliq tiplarning qanchalik funksiyasi borligini. Undan sonra men Seykük'te tiplar qaraydigan bo'lsam, undan sonra yopirmoqlik bilan eng tuvan bo'lingan chog'da mesela mevlik Seykük'tet bakın. Mevlik Seykük'tet bilen de olsa yupurmak Seykük'tet bakın. Nasıl hemen desette mevlik Seykük'tetini saklayı. Nasıl managa men set deb biz bakayıq. Qaraydigan bolsak, mana qaraylı, mana keyinligi qaraylı, keyinligi. Qaraydigan bo'lsak, mana bu name degani mana ziraat degandan kelibdi, ziraat degandan kelibdi. Ammo set posti bormi yo'q degani mana mevlik Seykük'tetning o'ziniki ekani. Mana bu mesela usul deganimiz Seykük'tetdan kelibdi, qaraydigan bo'lsak. 3 yerdan kelibdi. Mana bu Bo'g'iston qolgan xoslik ekani, mana bu set name degani Bo'g'iston qolgan xoslik ekani. Mana set posti bormi yo'qmi deganiki mesela bu özniki xaslık gene, özniki keyin şekillengi xaslık. Ma set söylediğimiz mesela ma Dadistan kelgan xaslık gene, Dadistan kelgan xaslık. Demek bir müşo mevlik Seykük'tet degan en kichik o'zi barliq dada bo'g'larniki hammasiniki barliq xaslıklarni alolaydi degan so'z. Endi ma'lum bir kuni mesela turda o'zgarish bo'lib mesela ziraatga olsa mesela Şam'ın ma'lum bir narsani az o'ylab qoldi deydi. Undan sonra miyaga mesela, undan sonra bular yo'llagan chog'da mesela private tarqashlarniki undan sonra private string price out price deb out price bilan mesela undan sonra in price deydi mesela. In price deb mesela kirish bahası bilan chiqish bahasini bizga undan sonra yozib. Undan sonra men faqat hamma turlarda hamma turlarda bor deydi mesela. Hamma turlar qo'shilmoqda. Undan sonra meniki men qanday oddiy qilma desam, men faqat ziraat degan eng cho'ng layga men faqat out price bilan kirish bahası bilan chiqish bahası deb bir tur qo'sharsam barliq kichik turlarning hammasiga boradi deysiz. Bu barliq kichik turlarning hammasiga boradi deydi. Qaraydigan bo'lsak mana in price deb chiqdi, yo'da out price deb chiqdi. Mana bu ziraat degandan kelibdi, bu ziraat degandan kelibdi. Shunga o'xshash ham jikonniki ham shunga o'xshash qulaylik yo'llari bor. Ba'zi ishlatgan chog'da shunga o'xshash qulaylik yo'llari bor. Endi men faqat bana faqat cho'ng turdikilarni, men kichiklab ketmayman, men faqat Seykük'tetni saqlamoqchi, Seykük'tetni saqlamoqchi. Mesela Seykük'tetni saqlamoqchi. Men boshqa pakejning ichida bo'lsa, cho'qin import ekrimiz bo'ladi. O'zi avtomatik importlarga yaqinlashamiz pakejning ismini mesela ikki davlatniki uchrashi degan so'z. Cho'qin bunaqa ma'noga bir pasport bildirishimiz kerak ekan, niyaga mana o'sha pasport bildirib, mana davlatdan kelgan mana aniqlashimiz kerak. Bo'lmasa masalan Hindistonda Ahmed ismli birisi bo'lishi mumkin. Mesela Jungoniki Şinjan'da mesela Ahmet ismli birisi bo'lishi mumkin degan so'z. Bu ikkisini mesela kompyuter bu Java qanday farqlantiradi? Zaten qayerdan kelgan Ahmet bu, nega Ahmet deb yozsak, mesela qayerdan kelgan Ahmet. Mana qaraydigan bo'lsak, mesela Seykük'tet mesela oldi bilan biz unda olsa ama kichik turdiki mana bu mevlik Seykük'tetda mesela posti bormi yo'qmi botda, yopirmoq Seykük'tetda shakli botda. Bunda Seykük'tetda mesela miyagman urib baqaya Seydada, ishkisi chiqamda chiqmamda.
qaraydigan bo'lsak o ikkisi chiqmabdi mana chiqmabdi faqat masalan out price in price name degani mazratin kelibdi sekuktat degani sekuktatdan kelgani mana o'sish shakli ildab kelibdi o'sish o'rni ildab kelibdi birisi yana ostida birisi yana ustida dedik-ku. Mujna o'xshash masalan biz hozir dadisini qildik masalan bo'sini qilmadik. Endi bu masalan ziraat turida ikkisini qilmoqchi bo'lsak desak ziraat turida ziraatda biyos desa qildik qag'alni hech qilib chiqmadi. Masalan bir oddiy bo'lgan bir ziraatniki uchurni to'shtiraymi degan so'z. Endi shu endi bu masalan qatlam jichon qilsa masalan qatlam jichon qilsa shu bo'zda dadisida baq xasliqlanamizni bazasi olalaydi degan so'z. Bu xasliqlaniganda bunda bir sinov qildi biz. Men yeganda olsa bu bo'zniki o'z ishchiga masalan men olsa masalan yega bol deb yozib masalan unda olsa check price deb harekatdan birini yozayap check price deb harekatdan birini yozayap. Buniki qiymati false bo'lsin, normal qiymatni false deb qayta qo'ysin. Check price. Buna qaraydigan bo'lsak price ekan, bu price ekan. Bunda olsa men bu yerdan da olsa bizden men bu yerdan da olsa dalliq ziraatim mayliq dalliq ziraatim bir alay, mayliq dalliq ziraatim donlik dalliq ziraatim dalliq ziraat qaraydigan bo'lsak mana bayatın biz check price deb yozgandik, check price deb yozgandik. Qaraydigan bo'lsak seni biz baqsaq hech kim chiqmadi. Demak yo'q degan so'z. Ma'nosiga qaraydigan bo'lsak check price deb yo'q ekan, qaraydigan bo'lsak yo'q ekan. Demak uniki nemishkanda olsa shu bo'zsi turib chiqmadi degan gap chiqdi. Bo'zsi turib chiqmadi degan. Bunchada oldingi soat so'z degan private public protectedniki olaydi masalan. Men dolsam nega hech kim yozmay baqay, yoki bo'lmasa menga protected deb yozib baqay. Unutib qoldim ya birdan. Protected deb biz baqay. Protected deb biz baqay. Protected deb agar chiqadigan bo'lsa, bu chiqadi degan so'z. Chiqmaydi ekan, protected deb chiqmaydi. Biz oldingi soatda so'zlab o'tgan darsniki mesela private public'ten başka hech qaysini boshqa sirt davlatlarda, boshqa sirt rayonlarda yoki boshqa sirt oyliklarda ko'ranmaydi degan. Biz faqat public qilsaqla uni ko'ralaydi. Biz faqat public qilsaqla uni ko'ralaydi. Qaraydigan bo'lsak check private deb private deb birinchisiga chiqdi, men check private deb birinchisiga chiqdi. Demak, men public qilishga biz ko'raldik, public qilishga ko'raldik. Endi men yani mesela private qilib baqay. Private qilib men ziraatning ballarını ichiga kirib, shuni mesela ishlatadigan bo'lib qoldim. Men ziraatni nega check deb biz baqay. Qaraydigan bo'lsak, bundan chiqmoqda. Unda esa men bu yerga protected deb yoki bo'lmasa hech kim yozmay baqay. Unda esa men dalliq ziraatning ichiga kirib, ballasida shuni izlab baqay. Qaraydigan bo'lsak, chiqdi demak. Demek oldingi soatda biz o'rgangan mesela public private protectedniki hamda shu ko'rinish doirasi, funksiyon qilish doirasi ham shu mishalik diqqat qilsak bo'ladi. Ma'lum bir funksiyani yozib qo'yib, ballarda chiqmayotdi yoki miyada ma'lum bir tip olsam, bundan ma'lum bir obyekt tip olsam, ko'rinmaydi funksiya deb nurg'un vaqtida shunday kichik tuvan tipdagi xatoliklardan DGSO deb qo'ydik odatda. Bunda xatoliklardan saqlanishimiz kerak, mishalik holatda qilishimiz kerak. Endi mesela men dalliq ziraatning ichida mesela ikkinchi mazmuna bo'ladi. Dalliq ziraatning ichida ziraatning ichidagi ma'lum bir funksiyani yo'yon qilish masalan shuni ishiltish to'g'ri kelib qoldi. Masalan, set name deganda men miyada dalliq ziraatning ichida dalliq sortiga asosan men ism beradigan bo'lib qoldim. Masalan, kelgan sortiga asosan masalan if masalan sorti tan masalan sorti masalan 110202 bo'lib qolsa, unda olsa buniki namesi ismi ma'lum bo'lib ketsin. Burun miyada bergan ismiga qaramaydi, men ismini o'zgartirmoqchi.
ismi mevcut. Bunda olsa majnunda qandaq mesela qandaq qilib mushu mesela o'zininki dodisidiki ma'noga nisbatan dodisi bo'ladi-ku ma'va. Dodisidiki ma'lum bir funksiyani ijro qiladi. Bu bunda kontur olit bilan savol belgisini biz baqadigan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, buni ichiga qaraydigan bo'lsak, miyadan set name deb turdi, qaraydigan bo'lsak. Set name deb turdi. Demak, bu dodisidagi barliq funksiyalarni o'z chiqara oladi degan so'z. Public ko'ra oladigan barliq funksiyalarni mana qaraydigan bo'lsak, set name deb turdi, mana set name, set out price, set. Demak, bu yerda bevosita bersak, dodisidagi qiymatni o'zgartiradi degan so'z. Dodisidagi qiymatni o'zgartiradi degan so'z. Hamda bu bir xil so'z. Hamda bunda bir xil so'z bo'lsa, men miyaga o'xshash set name deb bayon qildik, bir yozay. Bolasidan bor, dodisidan bor bo'lsin. Mesela miyaga men public what set name deb bir yozaman miyaga. Mush funksiya mesela dodisidan bor, bolasidan bor, ma funksiyani o'tkish funksiya. Men bu funksiyalarni farqlantirish uchun men miyaga bolisidagi function deb function deb qo'yayman. Ma'u dodisidikini farqlantirish uchun men set namesiga dodisidiki deb qo'yaman. Dodisidiki deb qo'yaman. Unda olsa men miyaga olsa dalliq ziratni Dosa men miyaga set name deb qo'yay. Set name deb ma'no qaraydigan bo'lsak, set name'niki chiqqan qaraydigan bo'lsak, navbatda hozir bu bevositalar dodisidagi set name yo'qolib ketyapti, qarang, mana dodisi. Dalliq zirat demak o'zdiki set name chiqadi-da, mana navbatdagi o'z. Men bayatdan deb ketdim, agarda o'xshash bo'lsa funksiyani, o'xshash bo'lgan bo'lsa, o'zdikisini shiltida oldingi o'rin qo'yib shiltida degan. Demak, ma'vozda navbatda set name desak, mana o'z. Bunda hozir biz bu yerda hozir biz o'zdikisini emas, dodisidikisini ishlatmoqchi, endi dodisidikisini ishlatmoqchi. Bu joqda biz mana shu Java'da super deb bir gap bor. Super deb bir so'z. Super deganimiz nimani bildirdi desanglar, mushu, qaranglar, mushu jichon qilgan dodisini bildirdi. Super deganimiz amaliyotda zerek ziraatni bildirdi. Ziraatning ichidagi barliq funksiyalarni chiqarib berdi, qaraydigan bo'lsak, mana ziraatning ichidagi barliq funksiyalarni chiqarib berdi bizga. Hargiz o'zdagi funksiyalarni chiqarib qo'ymaydi, mana qaraydigan bo'lsak, faqat ziraatning ichidagi funksiyalarni chiqarib qo'ydi. Bu joqda biz super ticket mesela set name deb bevosita bunda qilsak, bevosita shunga o'yin qilsak bo'ldi, ijro qilsak bo'ldi deymiz. Bu joqda hozir ziraatga set name'ni ijro qildi degan so'z. Masalan, hargiz ma'ni ijro qilmaydi. Agarda bu super deganni yozmasak, biz super deganni yozmasak, ma'ni ijro qildi degan so'z, bevosita o'zdikisini ijro qildi degan so'zlar kirib. Endi bunga men kichik bir sinaq qilib boqay. Hamma narsa sinaqdan bo'lgan. Sinaq qilib boqay. Sinaqda men faqat bunday qilay. Sinaqda men modalliq suratga Ega siz out println policy'deki setni ijro bo'ldi. Policy'deki setni ijro bo'ldi de. Miyaga men dodisidagi setni ijro bo'ldi de. ijro bo'ldi de. Hamda men miyaga bayon qildik. Masalan, 1.1.2 ni berib boqay bunga. Masalan, donliq surat set tansorti 1.1.2 ni men berib boqay. Undan keyin men miyaga ijro qilib boqay mana. Ijro qilganimizdan qaraydigan bo'lsak, mana dodisidagi, mesela xato yozibman, dodisidagi set name ijro bo'ldi deydi. Buni kirib qaraydigan bo'lsak, biz mana superni yozgandik, mana superni yozgan. Bundan men superni uyitay.
super neylikte mana icra qilib boqaylik. Qarasak bo'lsak, balasidagi set name ijro bo'ldi dedi. Balasidagi set name ijro bo'ldi. Demakki uni ma'qul kod chiqdi degan so'z, ma funksiya ijro bo'ldi degan so'z. Superni yozsak, ma'qul chiqdi degan so'z, ma'qul kod ijro bo'ldi degan so'z. Ma'qul kod chiqdi degan so'z. Demak, super degan so'z, super degan so'z, mushu o'zi qaysi jichon qilgan bo'lsa, shuniki, mesela shuningdagi funksiyani, mesela shuningdagi funksiyalarni ijro qildi degan so'z. Unda olsa biz eng kichigiga gapirib superni yozib boqaylik, eng kichigiga gapirib superni yozib boqaylik, nima chiqadi ekan? Mesela bunun bo'g'usidagisi chiqqanda, chiqmamda degan bir hukm bo'ladi o chog'da. Mesela mana eng kichikisi va mayliqdonlik ziroat degan navrisda, navrisidagi qaraydigan bo'lsak, mana set name deb turdi. Demak, mana mushu ag'an ham mushu o'zi jichon qilgan ham mushu barliq chirtalaydigan funksiyalarning hammasi mush superning ichiga kiradi degan so'z. Mushtava funksiya bo'ladi o'cha. Set name mushtava funksiya bo'ladi. O'cha super degan gap mushu tava barliq ko'rinalaydigan ham mushu ko'rinalaydigan funksiyalarning hammasi superning ichida ijro qilib bo'ldi degan so'z. Endi extends bugungi darsni yig'inchoqlab o'tsak, extendsni asosida extends deganimiz varsiq qilish. Varsiq qilish degancha nimaga varsiq qildi desanglar, shu o'zniki dadisi yoki bo'lmasa shu dadisining dadisi desak, dadisi varsiq qilgan narsani hammasiga varsiq qiladigan masalan, mana o'xshash masalan ishchidagisi masalan dadisi sirtidagisi balasi bo'lsa, ma'vo mesela mani extends qilgan bo'lsa, mesela mani extends qilgan bo'lsa, musho mesela private'dan boshqa ham aytmoqchilik, private'dan boshqa mushnachilikka private'dan boshqa barliq mazmunlarni ham ko'ralaydi degan so'z, ko'ralaydi degan so'z. Endi buni mesela buni yana birsi mesela buni yani birisi mesela bununla varis qilgan bo'lsa, demak maash ikisi mesela algan barliq private'dan boshqa barliq mazmunlarni ko'ralaydi degan so'z. Qizil bilan ishchilik, kichik yeshil, cho'ng yeshil ikkisini ko'ralaydi degan so'z. Mushundaq mana yurdi, mana kengayib mana yurdi. Bu mushundaq kengayib mana yurdi. Mana o'sha mushundaq kengayib mana yurdi degan so'z. Mana ustidagi yeshil mesela ustida statidagi rang demak ma 3 jichon qilgan mesela eng kichikidan tortib mushlarni ham jichon qilgan mushlardagi barliq ko'rinadigan mesela funksiyalarni hammasini o'z ichiga oladi degan so'z. Extends deganiki oladi musha. Bundan ham biz obdan tutib oldigan mazmun birinchisi extends degan so'zni tutib olamiz. Extends deganiki bunday yozilgan. EXT tends uniki varsiq qilish. Faqat miyaga bir sil keluvchi, yana diqqat qilganimiz, Java'da faqat bir sil keldi. Boshqa C# ga o'xshash, masalan, C# ga o'xshash, bunda 2 ni qo'yib qo'ysak bo'lmaydi, 2 ni qo'yib qo'ysak bo'lmaydi. O'xshash, masalan, 2 ni qo'yib qo'ysak yoki boshqa bir tipni qo'yib qo'ysak bo'lmaydi. Java faqat bir extensionni qo'llaydi. Endi boshqalar, masalan, boshqa shunday nimalar muhitlar başka şundaq talab ulab qolsa, kelar soatni implementsini so'zlaymiz, Shu chaqda lekin implements deganimiz ma'lum bir Jekyll'ni ma'lum bir abstract layda ijro chiqarib qo'yamiz, ma'lum implements qilib shularni mush tipning ichida cho'qim amalga oshiramiz deymiz. Shu tipning ichida cho'qim amalga oshiramiz deymiz. Shu chaqda so'zlaymiz. Java'da faqat birgili varis qilinadi, Bu birinchisi, extensniki endi bugungi muhim mazmunniki birinchisi. Ikkinchisi super deganimiz o'ziniki dadisniki funksiyasini yoki dadisniki harakatlarini, xosliqlarini ishlatmoqchi bo'lib qolsak, joqdan biz shu balasning ichida super degan shu harf orqali so'z orqali
biz dadisidagi barliq qasliq yoki harakatlarni shiltalaymiz degan so'z. Harakatlarni shiltalaymiz degan so'z. Extend distance so'zlaydigan mazmun shunchaki. Extend distance. Ama shuni ko'pchilikniki qaytib berib davomli pishiqlab mishni deb bayat men o'ylagandek har xil masalalarni o'ylab o'zirchi qilib boqqan yaxshi. Mesela mashq qilib boqqan yaxshi. Biz hamda masalan biz Android'dan bir project qilaylik. Android'dan projektni qurgandan keyin men Android degan masalan shu qarab boqay, masalan shu amlata bir Jarba'ni bir nurg'un masalan bunda package Leyla'niki, masalan tiplaniki jig'imiz bor. Endi Android'ga men TextView qarab boqay, unda Android TextView qayerda desak Android video etmoqchidagi masalan TextView qarab boqay. Hozir men edit text qaraya, edit text qaragansa, mesela edit textni kichiklar qaranglar, kichiklar ko'rib boqay. Edit text qaraydigansak, TextViewni jichon qilibdi, mana edit TextViewni jichon qilibdi. Bundan sonra men jichon qilganda qanday men kontrolni besib turib, men TextViewga berib boqay, undan so'ng. TextView qaraydigan bo'lsa, undan so'ng viewni jichon qilibdi. Demak, edit textniki bo'g'isi view degan so'z, ya bo'g'is dadisi TextView degan so'z. Bu faqat TextView'diki men oldin qilsa dedim-ku, text jiqish qilmagan, edit textni kodga qaraydigan bo'lsa, buni jiqish qilmagan. Bu faqat mana edit textniki qaranglar, edit textniki mana yozalaydigan, yozolmaydigan oltiga nisbatan bir qism o'zgarishlarni kirgizgan ham ichida. Masalan, set selection degandek ma'lum bir shu Gambiyanın o'rnini belgilaydi, manchinchi o'rnini to'sin degandek. Shuni o'xshash ma'lum bir xususiyatlarni belgilagan. Andiki o'ziniki niyadiki edit textniki stylesini ko'rgan degandek bo'ldi. Undan so'ng men TextView badana TextViewdan nurg'un narsani yozgan. Bu TextViewda asos shu nurg'un ko'rinadigan funksiyanniki hammasini sizib chiqqan. Ondan sonra ben view'u bir bakayım. Zaten Android'deki en ahırda sızdığa yeri zaten neydi mesela. Ondan sonra ben işini tepiş için ben ondan sonra view'u bir bakayım. View'u barıgan bulsam, ondan sonra bu karaydıgan bulsak view öz aldıkken, bu liken ma drive'ın callback bilen k-event'inki callback diyenine implement sıkıntı ya, bu implement sıkıntı. View öz demek TextView en çok bu view kene, bu hem de view ke. Bu view'ni içe qaraydigan sonra nurg'un funksiya var, bunun içi amalga oshirgan, oshirmagan nurg'un funksiyalar var bunun içinde. Qaraydigan sonra nurg'un funksiyalar. Hem de Android ma mujnoga o'xshash hem de başkaları qaraydigan bo'lsak-mu, shuni o'xshab ketadi. Masalan, Grid View qaraydigan bo'lsak, Grid View'niki masalan ABS List View deydi, Bundan sonra men List View qarab boqay, List View qaraydigan bo'lsam, bumi o'xshash ekan, men demak Grid View bilan List View o'xshash bir ABS List View degan bir tipni o'ziga jichon qilgan ekan. Undan sonra shu ABS List View'ga berib boqay. Bu qaraydigan bo'lsa, bunda adapter view deb bir view'ni jichon qilgan ekan bu. Buni qaraydigan bo'lsa, menda buniki function deb qo'yamiz, ma'lum bir view class bo'ldi ham şeyga. Ma'lum bir view class bo'ldi. Function deb qo'ydim Java'da. Buni qaraydigan bo'lsa, keyingi qaraydigan bo'lsa view group deydi. Amliyatda list view bilan view'larni hammasi bumi eng oxiri view group eng oxirida nimani jichon qilib tursak, view'ni jichon qildi. View group degandan ma'nosi chiqib turdi-ku, nurg'un view'larniki tizilmasi degan. Amliyatda list view grid view'larni shunga o'xshash, nurg'un view'larniki bunda qattiq yoki bo'lmasa 1.42 dan degandek 3 dan degandek avtomatik tizilishi bor amliyatda, masalan, hammasi bir view.
Şuna o'xshash view groupdan kelibdi. View group nimadan kelibdi desanglar, ana qaraganda viewdan kelibdi. Demak, shu view eng muhim, eng jilaysi deb qo'yamiz buni, eng shu eng asosiy tip, eng asosiy tip. Android'ninki endi shu view'larniki tuzilmasi mana shunday. Buni endi davomli fikrlab ko'rib baqadiganlar shu. Mesela ma WebKit deganimiz mana bizniki navbatchilar kayvanchi ammoga bu WebKit. Mana WebView deb niyat bor, mana WebView deganimiz hamiyatni nimani tushun qilgan sana MockView deganni tushun qildi. Bu MockView degan nada sana hozir faqat shu ikkisi bir nimada bo'lmag'achqa bir bağının işçili bo'lmag'achqa tapramadi, hozir tapramadi. Niye qaralgan bo'lsak, MockView deganing nimdan kelib tursan layout LIB brick degan ishchilikka MockView deganni kelibdi. Nishnoga o'xshash endi. Mana qaragan bo'lsak tekstga munosib nurg'un ishlar bor. HTML deydi, qarang layout deydi, input filter deydi, input filter deganimiz all caps deydi, all caps deydi. Onun başka bir filter deydi, get max deydi. HTML qaraydigan bo'lsak nurg'un narsalar bor, nurg'un narsalar bor. Shularni hammasini endi mushu demak jo'g'inam meniki oxirida demak jo'g'inam nima desanglar, mush menjan deyishan qismini obdan o'rgansanglar, shularni hammasini endi qanday texambarak yaxshi ishlatishni o'rganasiz degan so'z texambarak. Hargiz jurnalniki endi usullarni tushunib turib ishlatgan bilan qarg'ulat ishlatgan osmon zamin o'xshamaydi, osmon zamin farqlanadi. Ya oxirida yetadigan maqsad mana shu farqlanadi degan so'z.